Keldingizmi? Uyda hech kim yo'q. Kiring. Nima? Men hozir ularga ko'rsataman. Billet. Tezroq bu obyektni bitirib so'ng yengisiga o'tamiz. Nima qilib o'tiribsizlar? Men sizlarga nimaga pul to'layapman? Nimaga ishlamayapsizlar? Aytgan pulinglarni berayotgan bo'lsam, tushuntirdim sizlarga. 2 kundan keyin nozik mehmonlarim keladi. Nima? Yo, vaqt cho'zyapsizlarmi? Pulini ko'tarmoqchimisizlar? Beraman, qilib berlaring. Bolam, birinchidan pulim bor deb hammani sansirab tashlash odobdan emas. Ikkinchidan, erkak kishi bilan ayol kishi bir xonadonda qolishi bizni vijdonimizga ham, odobimizga ham to'g'ri kelmaydi. Yo, mayli, xo'jayingiz kela qolsinlar, kutib turamiz. Voy, kirib ishinglarni qilib o'ringlar. Xo'jayingiz kelaversa, ish qilamiz davomimiz-yu. Mayli, o'zinglar bilasizlar. Uchinchidan, ayol va erkak yolg'iz qolsa, uchinchi sherigi shayton bo'ladi. O'shaning uchun kirmaysizni poylab turuvdik-da. A'lo adasi, mana ustalaringiz sizni loq qilib pulingizni shirishmoqchi. Nima? Bu ustalarga ishni boshlaylar desam, ishni boshlamasdan o'tirib olishgan. Bu yetmaganiga menga qo'pol muomala qilishyapti. Tez yetib keling. Men hozir ularga ko'rsataman. Billet. Ming bor uzr. Ko'zim ochganingizga rahmat. Shu joylarni o'ylamanman. Ayol kishini fitnasiga ishonib, sal qoldi. Yaxshi insonlarni dilini ortib qo'yishimga. Yuringlar, men o'zim qo'l bola osh qilib beraman. O'zinglar qilib beringlar shu ishni. Yur bolam.